Aholini uy-joyga bo'lgan talabini ta'minlash Ramatov, Qutbiyev, Hidoyatov va hokimlarining doimiy diqqat markazida bo'lishi shart. 2026-yil O'zbekiston qurilish sohasida burilish nuqtasi bo'lishi kutilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev renovatsiya dasturi doirasida kamida 30 mingta kvartira qurishni, jami esa 140 mingga yaqin uy-joy barpo etishni buyurdi. Rejaga ko'ra, mamlakat bo'ylab minglab eski binolar buzilib, ular o'rnida 7-9 qavatli zamonaviy uylar quriladi. 2040-yilga borib bu dastur orqali millionlab aholini qamrab olish rejalashtirilmoqda. Yangi qonunga ko'ra renovatsiya loyihasini boshlash uchun mulkdorlarning 80% rozilik bersa kifoya. Bu esa amalda ayrim hollarda buzish ishlarini ancha osonlashtiradi. Qaysi fikr muhim? 5-7 foiznikimi yoki 80 foizniki? Ha, mulk huquqi bor, lekin bir kishi sabab boshqalar aziyat chekmasligi kerak. Qurilish har qanday sarmoyani aktivga aylantirib, Ayrim foydalanuvchilar esa Qutbiyevning bayonotlaridan tashqari uning qo'lidagi soatiga e'tibor qaratishdi. Bu soat taxminan $50 ming atrofida turadigan qimmatbaho Brigge soati deyilmoqda. Shu bois davlat amaldori uchun bunday aksessuar qanchalik maqbul ekani haqida bahslar ham yuzaga keldi. Poddelkasi bo'lsa kerak degan yaxshi gumonda bo'lamiz. Ertaga izoh berishganida bu arzimagan 100 ming so'mlik poddelkasi deb aytishmasa bo'ldi. Soatga ortiq chalg'imasdan asosiy muhokama mavzusiga qaytsak, Qutbiyevga ko'ra avval loyihalarni amalga oshirish uchun 100% rozilik talab qilingan, ammo bu amalda ko'p holatda jarayonni to'sib qo'ygan. Yangi tizimda yerlarni davlat investitsiya kompaniyasi sotib oladi. 80% ga yetgach esa qolgan mulkdorlar bilan kelishuv yoki sud orqali masala hal qilinishi mumkin. Biroq mustaqil tahlilchilar bu yondashuv xususiy mulk huquqlarini zaiflashtirishi mumkinligidan xavotirda. Ularning fikricha davlat va developerlar imkoniyatlari kengayib, ozchilik mulkdorlarga bosim o'tkazish xavfi ortadi. Qonun mulkdorlarga kompensatsiya sifatida yangi uy pul to'lovi yoki qo'shimcha 12% to'lovni nazarda tutadi. Biroq amalda bu mexanizmlar qanday ishlashi hali ochiq savol bo'lib qolmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda munosabatlar ikkiga bo'lingan. Kimdir zamonaviy uy-joy va infratuzilmani qo'llab-quvvatlasa, boshqalar snos va mahalla muhitining yo'qolishidan xavotir.